Ba'zida bolalarimizga haddan tashqari mehr ko'rsatamiz, ularning barcha istaklarini amalga oshirishga, ko'ngli tusaganini muhayyo qilishga urinamiz. Ammo bu mehr emas, haddan ortiq e'tibor va ortiqcha mehr xayrli yakun topmasligi mumkinligini hayot ko'p bora tajribada ko'rsatgan. Buni Buxoroda 1-aprel kuni sodir bo'lgan avtohalokat yana bir karra isbotladi. Otasining erkatoylari bo'lgan, biri 19 yoshli, ikkinchisi 17 yoshli Buxoro shahridagi 1-umumta'lim maktabining 11-sinf o'quvchisi voyaga yetmagan, avtomashina boshqarish huquqini beruvchi hech bir hujjati bo'lmagani holda o'z otasiga tegishli bo'lgan avtomashinalarni boshqarib chiqib, Buxoro shahri ko'chalarida xavfli manyovrlarni amalga oshiradi. Oqibatda o'yindan o't chiqib, Gentra hamda Monza avtomashinalari bir nuqtada qarama-qarshi harakatlanib, o'zaro to'qnashadi. To'qnashuv oqibatida har ikkala avtomashina haydovchilari jiddiy tan jarohati olib, kasalxonaga olib ketilgan. Kecha kechqurun 1-aprelda soatlar taxminan 1-1:30 bilan uydan chiqib ketdim. Superstar kompyuterxonaga bordim, u yerda bolalar bilan tanishdim va bitta oq Gentra mamga bir gonga qilaylik dedi. Shu bilan biz bir-birimizni bir sinab ko'rdik. Lekin oxiri buni voy bo'ldi. Yaxshiga olib kelmadi. Biz soat 3 kechasi bachalar bilan zbor qildik. O'tkirgandik bir 4 ta mashin. Keyin PPS xodimlar keldi. Bizani uyga yubormoqchi edi. Ota-onangdan so'rab chiqdingmi, so'ramasdan? Yo'q, so'ramasdan chiqdim. Keyin ikkita mashinani qamab ketdi. Ikkita mashina qamab ketdi. Sen kim mashina minib chiqding? Dadam mashinalarini. Kalit qayerda edi? Kaliti yo'g'ida yashirinch pultini olib zavz qilgandim. Keyin Monza rusumli avtomobil bilan surishib yurgandik. Protiv chiqqanda lobna-lob urildik. Siz qanday haydadingiz va Ibn Sino ko'chasi Samarqandskidan borib Raymak aylanma harakatdan qarama-qarshi keldingizmi? Aynan. Biz hamisha rul boshqaruvida bo'lgan bolalarning xatti-harakatlariga eng avvalo ota-onalarni bosh sababchi qilib ko'rsatamiz. Bu bor haqiqat. Chunki bolasiga avtomashinani boshqarishni begonalar emas, o'z ota-onasi o'rgatadi. Qolaversa, avtomashina kalitini ham o'z qo'llari bilan topshirib qo'yishadi. Bu holatda ham 11-sinf o'quvchisiga rulni berib qo'ygan ota bir necha marotaba maktab ma'muriyati tomonidan ogohlantirilgan. Maktabga o'zini ko'z-ko'z qilish uchun doimiy tarzda avtomashina boshqarib keladigan o'quvchi bir marotaba ma'muriy jazoga ham tortilgan. Mazkur holatda Lacetti rusumli transport vositasini boshqargan voyaga yetmagan maktab o'quvchisi bundan oldin Buxoro shahridagi 1-maktab ma'muriyati tomonidan bir necha marotaba o'zi va ota-onasi ogohlantirishga qaramasdan mazkur o'quvchi yo'lda o'ziga o'xshagan o'spirin yigit bilan qo'pol yo'l harakat qoidalarini buzgan holda harakatlangan va mana shunday to'g'ridan-to'g'ri to'qnashuv sodir etilgan va ushbu o'quvchi tomonidan bundan oldin Lacetti rusumli transport vositasi boshqarganligi uchun 2025-yil fevral oyida ham ma'muriy tartibda javobgarlikka tortilgan bo'lib, ta'sir choralari qo'llanilgan. Biz barcha ota-onalardan bu kabi xatti-harakatlarni takrorlamasligi uchun farzandlaridan doimiy nazoratda bo'lishlarini, transport vositasini qarovsiz qoldirmasliklarini va yoshlarimizdan yo'l o'yin maydoni emasligini, aks holda ushbu holatlar mana shu yoshlar kabi ayanchli yakun topib, har ikkala yosh bugungi kunda Buxoro shahar kasalxonasida demak juda og'ir tan jarohatlari bilan davolanayotganligini ko'rishimiz mumkin. Har ikkala avtomashinaga jiddiy texnik zarar yetgan va ular jarima maydoniga joylashtirilgan. Amaldagi yo'l harakati qoidalarini buzgani uchun haydovchilar va voyaga yetmagan shaxsga rul boshqaruvini bergani uchun ularning ota-onalari esa tegishli tartibda jazoga ham tortilishi aniq. Ammo eng ayanchlisi, avtohalokat ishtirokchilari bo'lgan ikki yigitning sog'ligiga jiddiy ziyon yetgan. Ammo bu halokat ularning ko'zini ocha oldimikan? Men bu gaplarni nima aytmoqchiman? Yoshlar, kattalar bu ishni qilmanglar. Axir voy bo'ladi, pushaymoningizlar. Men to'g'ri ish qildim. Shu ishni qilish mumkin edimi siz uchun? Aziz ota-onalar, bolangizni o'z qo'llaringiz bilan o'lim sari yo'llamang. Mehringiz va e'tiboringizni ularning kamoloti, shaxsiy o'sishi va yaxshi tarbiyasiga qarating. Ko'rganlaringizdan esa bugun xulosa chiqaring.